Assalomu alaykum azizlarim. Mana bugun sizlarni o'sha kommentariyaga yozgan savollaringlarni xulosa qilib turibman. Shu materiallarni yig'ishga harakat qilaman, materiallarni berishga. Albatta bir odam so'radiki, tuxum xolesterinni ko'paytiradimi deb savol beryaptilar. Men shularga javob bermoqchimanki, savollariga. Tuxum bir bitta kardiolog professori bilaman, Yevdokimov degan. Ana shu professor emasga gapini aytaman. Bu Ibn Sino kitoblarida ham yozilgan. Tuxum sarig'i bu javohir, sakrovisha deyilyapti. Ruschada olgan javohir deb perevod qildim. Demak, tuxum sarig'i juda ham foydali ekan. Tuxum xolesterinni ko'paytiradiganligini aytmoqchiman. Kuniga 2 ta tuxumni yeyish bu norma o'zi aslida. Tuxumni oqsili xuddi go'sht oqsilini kuchini beradi. Qaytanga go'shtdan buni hazm bo'lishi sal oson bo'ladi. Yana tuxumda litsetin moddasi bor va u vitamin A, D, E, K, xolin vitaminlarga boy. Tuxumni tarkibini men sizlarga aytganman. Ayniqsa tuxumdan bedana tuxumi o'ta foydaliligini men sizlarga aytganman. Yana u yerda xolin bor, ya'ni u albatta miyaga va xotira uchun kerakli. Bir kunlikni agar mana shu 2 ta tuxumni yesangiz, ayniqsa sarig'i juda foydali. Siz mana shu yuqoridagi vitaminlardan eng keraklilarini o'zingizga olgan bo'lar ekansiz. Endi tuxum oqsilini 90 mana shu masalan tuxum oqini yeysiz-ku, mana shu tuxum oqini yesangiz 98% so'rilar ekan. Masalan, go'sht, boshqa narsangiz bunaqa so'rilish bo'lmaydi. Demak, tuxum oqi go'shtdan yaxshi hisoblanar ekan. Mana shu agar siz bir kunda 2 ta tuxumni yesangiz, D vitamini sutkali normasini 20% olar ekansiz. Masalan, vitamin D normani 20% mana shu 2 ta tuxumdan olar ekansiz. Yana vitamin B12 biz uchun organizm kerakli qizil vitamin bor. Ana shu qizil vitamin ayniqsa siz bilan bizning xotiramiz uchun kerak ekan. Tuxum nonushtasida yesangiz 400 kilokaloriya kam olasiz. Ya'ni juda kuchli kaloriya olmas ekansiz va ana shuni nonushtada yesangiz albatta ozar ekansiz. Demak, ko'zingiz yomon ko'ryaptimi? Mana shu savolga javob bering deb javob bering onajon. Ko'zim deydi, yomon ko'ryapti. Ko'z uchun ham demak foydali narsalar yeting. Yomon ko'ra boshladi degan olga 3 ta narsani yeng deb nasihat qilgan bo'lardim. Demak, tuxum haqida savolingizga javob berdim. Tuxum endi ko'zim yomon ko'ryapti. O charchadimikan? Va undan tashqari sizga nasihatim kataraktani oldini olish uchun 3 ta tavsiyani sizlarga bermoqchiman. Mana katarakta nimaligini bilasizlar. Berganman katarakta haqida videoda ko'rishingiz mumkin. O'sha tuxum nima deydi, kataraktani oldini olib, ko'zni ko'rishini yaxshilash uchun siz 3 ta narsani yeb yuring, bilib oling. Ko'z uchun aytilyapti. Birinchisi boyagi aytgan chernika. Antatsion bor uni tarkibida. Antatsion pigment bor. Ko'z setchatkasiga mana shu ko'zi tagida ko'z setchatkasi bor. Tomirli parda. Ana shu joyiga kirar ekan. Haftada 2 mahal yesangiz, zreningiz 30% ga saqlanar ekan. Haftada 2 marta bir 2-3 osh qoshiqdan mashning chernikani olib kelib yeng. Chernika haqida bitta kasallikni emas, juda ko'p kasallikni oldini oladi deb sizga aytdim. Endi ko'zingiz demak yomon ko'ryaptimi? Ikkinchi yeyishingiz kerak bo'lgan narsani aytyapman, dori aytmayapman. Bu sabzi. Xohlang qizilini ko'proq, bo'lmasa sarig'i. Sabzi plus yog' deb aytmoqchiman. Nima uchun sabzi plus yog'? Bilasiz, sabzini tarkibida beta karotin moddasi bor. Unda vitamin A, mana shu sabzini tarkibidagi beta karotindan vitamin A hosil bo'ladi. Endi
Mana shu yesangiz vitamin A hosil bo'ldi. Endi mana shu vitamin A ni sizga qoningizga so'rilishi vitamin A yog'da eruvchilarga kiradi. U organizmga so'rilishi uchun qonga albatta yog' kerak ekan. Shuning uchun sabzi yeydigan odamlar xohlasangiz terkadan chiqarib, xohlasangiz bitta chesnok qo'shasizmi? Ana shunga yog'larni, foydali yog'larni qo'shib yoki to'g'rab turib foydali yog' bilan aralashtirib turib ana yesangiz yoki bo'lsa xohlang parray to'g'rab yog' qo'shib o'zingizsiz. Ana shu yog' orqaligina vitamin A bizga kerak. Vitamin A ko'zimizni ravshan qiluvchi vitaminlardan biri, eng kerakligi. Yana 3-chi yeyishingiz kerak bo'lgan narsa hozirgina sizlarga aytdim bundan oldin, tuxum. Tuxum o'zi sog'lom bo'lsangiz bir kunda 2 tadan ertalab nonushtaga yeng. Albatta sarig'i yumshoq bo'lsin. Qovuradigan bo'lsangiz toplyonni yog'da qovuring, ustida sarig'i tursinda, tegi sal azga nima yopishgandan keyin, sal ilingandan keyin ustidagi sarig'i suyuq holatda yesangiz, bu sizga foyda. Endi kimlardir sog'lom bo'lsa kuniga 2 ta, bo'lmasam qari odamlarga ham haftada 4-5 marta yesa 49% ga, qarilarni ham hammani 49% ga zreniyasi yaxshilanadi. Mana sizni zreniyangizni yaxshilaydigan produktda narsalar haqida aytdim. Endi jigarni tozalovchi narsalar, ovqatlar haqida so'rabsiz. U savolingizga ham javob beraman. Jigarni qaysi narsalarni yesak tozalaydi deyaptilar. Jigar tozalashlar haqida juda ko'p beruvdim. Yana qaytaraman. Mana shu hozir aytgan narsalarim, lekin sahriy diabetda mumkin emas ekan va o't tufayida tosh bo'lganda mumkin emas ekan. O't tiqilgan holatda, o't to'planib qolgan holatda ham mumkin emas ekan. Shuni bilib olaylik. Endi demak, jigarni kardiologlar nasihati bo'yicha jigarni tozalovchi 3 ta produkt haqida sizga aytmoqchiman. Birinchisi qizil lavlagi, ikkinchisi qarang kofe ekan, uchinchisi artishok degan narsa. Bilasizlar, artishok degani chiqib ketdi hozir. Mana qarang. Qizil lavlagi haqida aytganman, doimo qizil lavlagini o'zini ichish juda mumkin emas, ko'p mumkin emas, ortiqchasi zarar, xominiki. Uni stakanda 1 stakan ichmoqchi bo'lsangiz, masalan 200 grammini 150 grammi sabzi so'ki bo'lsin, 50 grammi qizil lavlag deydi. Endi qizil lavlagi nima uchun masalan jigar tozalar ekan? Uni jigar u asosan jigarni hujayralarini tiklaydigan xususiyat bor ekan. Va undan tashqari sog'lom o'tni tozalar ekan. Masalan, o't tufagida tosh bo'lmasa, o'tini to'planib qolgan bo'lsa, uni tozalar ekan. Va organizmda, chunki jigar organizm tozalovchi organ, laboratoriyasi hisoblanadi. Mana shu organizmdagi toksinlarni mana shu haydar ekan. Bilasizmi, qizil lavlagini xohlasangiz qaynatib yeng, xohlasangiz nima deydi, qizil qaynaganini ham blenderda sokini chiqarib ezib turib uni sharbatini ichishingiz mumkin. Xohlasangiz, demak xohlagancha qizil lavlagini faqat o'zingizni me'yoringizni bilgan holatda yeng. Endi kofe qarang, jigarni tozalaydi deyapti. Men buni birinchi eshitishim, kofe jigar tozalashini. Sababi kofe yallig'lanishni to'xtatar ekan. Kollagen va yog' to'plamini bloklar ekan. Demak, men shundan bildimki, kofe, albatta kofe deganda ana sutri va 3 ga 1, ya'ni sutga qo'shilgan kofe haqida ketmayapti. Toza qora kofe haqida ketyapti. Ya'ni u demak yallig'lanishni to'xtatadi, kollagen va yog' to'plamini bloklar ekan, organizmda yog'ni kam bloklab qo'yar ekan. Lekin albatta esingizdan chiqmasin, kofega ortiqcha andaqa bermang. Faqat uni bitta sharti bor ekan, jigar tozalamoqchi bo'lsangiz, uni qandsiz va sutsiz ichsangiz ana shundagina foyda bo'lar ekan. Gastrit, masalan 12 barmoqli ichakda yara, oshqozonda yara bo'lsa albatta mumkin emas. Endi artishok haqida eshitgansiz. Artishok jigarni tozalaydi, o't ajralishini, organizmda o't ajralishini yaxshilaydi. Ya'ni jigarda o't
suyuqlik ishlab chiqarilib o'tfayda to'planadigan. Mana ana shu prosessni yaxshilaydigan narsa artishok hisoblanar ekan. Yog'larni hazmini ya'ni yaxshilaydi, переваривает жир deyapti. Va uni konservalangani ham bo'ladi. Bilasizlar, kapsulasini bor, uni ham shuni ichsa bo'lar ekan. Artishok to'g'risida men so'ragandim. Lekin o't tiniq qilib masalan qilishi uchun o'tfayda tosh bo'lmasligini yana bir bor qayta ogohlantiraman. Organizmda o'tfayda tosh doim tiqilib turadigan odamlar bo'lsa, bu narsani mumkin emas. Albatta o'tfaga olib tashalgan bo'lsa, bu mumkin. Endi yana bitta narsani sizlarga aytmoqchimanki, zolotaya mas degan narsa chiqdi. Eshitdim uni. Zolotaya mas, oltin mas. Nima ekan bu oltin mas? Va nimaga qo'llanlar ekan? Qarang, oltin masni tayyorlash uchun nimalar kerak ekan? 2 osh qoshiqda toza mayskiy asal yoki mayskiy bo'lmasa 2 osh qoshiq asalni olar ekansiz. Quruq garchitsani qurug'i borib ana shuga. Ana shundan 2 choy qoshiq, keyin 3 choy qoshiq tuz va spirt 2 osh qoshiq. Qarang, 4 ta narsa. Mana shundan siz oltin mas tayyorlar ekansiz. Zolotaya mas deydi. Yozib oling dozasini, yana qaytaraman. 2 osh qoshiqda demak toza asal, 3 osh qoshiqda demak 3 osh qoshiqda tuz va spirt 2 osh qoshiqda 70 gram spirt solasiz, aralashtirasiz. Mana shuni ana nimaga foyda ekan? Bo'g'im og'riganga, qayerda og'riq bo'lsa zo'r ekan. Xo'sh, nima uchun shundan oltin mas paydo bo'lyapti? Qanday ta'sirlarga ega ekan? Mana shu haqida sizlarga aytmoqchimanki, asalning vazifasi bu mas tarkibida asal isitar ekan. Endi garchitsa qon kelishini o'sha joyga улучшает местное кровообращение deydi. Ya'ni mahalliy qon kelishini tezlashtirar ekan garchitsa. Tuz esa ortiqcha narsalarni o'zi sug'urib olar ekan. O'sha yerdan keyin spirt esa yuqoridagilarni yana ham chuqurroq kirishini ta'minlab berar ekan. Ana sizga mana shuni og'riyotgan bo'g'imizga yarim soatga qo'ying. Qani ushlashingizga bog'liq. Balkim 35 minut qo'yarsiz, balkim 40 minut, undan uzoq emas. Ana shuni bir kunda bir martadan qilibsa, mana shu oltin mas sizga foyda berar ekan. Mana sizga so'ragan savollaringiz